Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hadiya kanalining kuzatuvchilari hamda kanalimizning mehmonlari. Yana qarshingizda ilm izdo ko'rsatuvi ila turganimizdan bag'oyat xursandmiz. Demak, ko'rsatuvimizning bu galgi sonida biz O'sh shahridan yana uzoqlashmagan holda Qorasuv rayoniga tegishli bo'lgan Narimon qishlog'iga ijodiy guruhimiz bilan birgalikda qadam ranjida qilib keldik. Har galgidek o'yinimiz shartlari o'zgargani yo'q. 4 ta savol tayyorlaganmiz va inshaalloh shu savolga javob bera oladigan ishtirokchilarning soni ko'p bo'ladi deb umid qilamiz. Ishtirokchilarimizga esa har doimgi homiyimiz bo'lgan Imzo Akfa kompaniyasi tomonidan ajoyib sovg'alarimiz bor. Agar tayyor bo'lsangiz, unda boshladik. Ko'rsatuvimiz bosh homiysi Imzo Akfa firmasi. İlk savolimiz quyidagicha: Ramazon oyidan keyin hijriy qaysi oy keladi? Shavvol oyi. Shavvol oyi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Atingiz kim? Firdavsi. Firdavsi. Oldin ko'rganmisiz ko'rsatuvimizni? Ha, ko'rganman. Mashalloh. Demak, Ramazon oyidan keyingi hijriy qaysi oy keladi? Hozir qaysi oy turibmiz? Hozir topolmadim. Topamadingizmi? Rahmat ishtirokka. Ramazon oyidan keyingi hijriy qaysi oy keladi? Ya'ni hozir qaysi oyda turibmiz? Hozir hijriy oyida. Hijriy oydan Hijriy oy. turibmiz. Rahmat aka, uzr. Bismillahirrohmanirrohim. Ramazon oyidan keyin hijriy qaysi oy keladi? Ya'ni hozirgi kunda qaysi oydamiz? Shavvol oyi bo'lsa kerak, Shavvol oyi. Shavvol oyi degan javobni qabul qilamiz va inshaalloh birinchi savolga to'g'ri javob berdingiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaqinroq turavering, qo'rqmang. Atingiz kim? Murodil. Murodil? Mashalloh, Murodiljon. Demak, birinchi savol: Ramazon oyidan keyin hijriy qaysi oy keladi? Hijriy bilmayman ekan. Bilmaysizmi? Variantlaringiz ham yo'q. Ramazon oyidan keyin hijriy qaysi oy keladi? Shavvol oyi keladi. Shavvol oyi. Demak, hozir Shavvol oyidamiz. Demak, Ramazon oyidan keyin hijriy qaysi oy keladi? Shavvol oyi. Shavvol oyi. Demak, javobni qabul qilamiz va mashalloh birinchi savolga to'g'ri javob berdingiz. Demak, Ramazon oyidan keyin hijriy qaysi oy keladi? Ramazon oyidan keyin keladigan oy Shavvol oyi. Mashalloh, o'qimay aytavering. To'g'ri. Birinchi savolga to'g'ri javob berdik. Demak, birinchi savolimiz: Ramazon oyidan keyingi hijriy qaysi oy keladi? Ya'ni Ramazon oyidan keyin hozirgi kunda qaysi oy turibmiz? Shavvol. Shavvol oyi. Shavvol oyi. Demak, javobni qabul qilamiz va mashalloh. Ramazon oyidan keyin hijriy qaysi oy keladi? Ramazon oyidan keyin Shavvol oyi keladi. Javobni qabul qilamiz va mashalloh to'g'ri javob. Aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Charchamanglar. Aka, alhamdulillah, o'zinglar. Yaxshimi? Ilmingizda ko'rsatuv. 4 ta savolimiz bor, oson savollar. Javob berasiz inshaalloh, aka. Xudo xolasa. Ramazon oyidan keyin hijriy qaysi oy keladi? Shavvol oyi keladi. Inshaalloh birinchi savolga to'g'ri javob berdingiz. Birinchi savol: Ramazon oyidan keyin hijriy qaysi oy keladi? Ya'ni hozir qaysi oy? Shavvol oyi. Balandroq gapirib, Shavvol oyi keladi. Demak, Shavvol oyidamiz. Mashalloh. Birinchi savolga to'g'ri javob berdingiz. Birinchi savolimiz quyidagicha: Ramazon oyidan keyin hijriy qaysi oy keladi? Ramazon oyidan keyin hijriy menimcha Shavvol oyi kelsa kerak. Demak, Shavvol oyi degan javobni qabul qilsak bo'ladimi? Ha. Demak, javobni qabul qilamiz va mashalloh birinchi savolga to'g'ri javob berdingiz. Ramazon oyidan keyin hijriy qaysi oy keladi? Shavvol oyi. Shavvol oyi degan javobni qabul qilamiz va to'g'ri javob qildik. Ramazon oyidan keyin hijriy qaysi oy keladi? Shavvol. Shavvol. Inshaalloh. Ramazon oyidan keyin hijriy qaysi oy keladi? Shavvol oyi. Shavvol. Birinchi savolimiz: Ramazon oyidan keyin hijriy qaysi oy keladi? Shavvol oyi keladi. Shavvol oyi keladi. Demak, birinchi savolga berilgan javobni qabul qilamiz va bu javob to'g'ri javob edi. Demak, birinchi savolimiz: Ramazon oyidan keyin hijriy qaysi oy keladi? Shavvol oyi keladi. Shavvol oyi keladi. Demak, Shavvol oyi degan javobni qabul qilamiz va mashalloh birinchi savolga to'g'ri javob berdingiz. Ramazon oyidan keyingi oy, ya'ni hijriy oy qaysi oy keladi? Shavvol. Shavvol. Mashalloh. Mana birinchi savolga to'g'ri javob berdingiz. Ramazon
oyidan keyin hijriy qaysi oy keladi? Ramazon oyidan keyin Shavvol oyi keladi. Keladi. Ashlading, keladi dedim. Hijriy deganingizga o'ylanib qoldim. Ramazon oyidan keyin hijriy qaysi oy keladi? Ramazon oyidan keyin hozirgi kun Shavvol oyimi? Shavvol oyi. Ikkinchi savolimiz, Ramazon oyi ro'zasini tutib, unga qo'shimcha Shavvol oyida 6 kun ro'za tutgan kishi qanday savobga erishadi? 1 yil ro'za tutgan savobga ega bo'ladi. Demak, 1 yil ro'za tutgan savobga. Mashalloh. Ikkinchi savolga ham to'g'ri javob berdingiz. Shavvol oyida 6 kun ro'za tutgan inson 1 yil ro'za tutgan savobini egasi. 1 yil ro'za tutgan ajrini oladi, savobini oladi. Ramazon oyi ro'zasini tutib, unga qo'shimcha Shavvol oyida 6 kun ro'za tutgan kishi qanday savobga erishadi? 1 yil ro'za tutgan savobga erishadi. Mashalloh. Mana ikkinchi savolimizga ham to'g'ri javob berdingiz. 1 yillik ko'p bo'lsa kerak, 1 yil ekan. Kim bo'lishi ham? 1 yillik savobni javob deb eshitganman, 1 yillik. Demak, ikkinchi savolga ham to'g'ri javob berdingiz. Mashalloh, to'g'ri bo'ldi. Ramazon oyi ro'zasini tutib, unga qo'shimcha Shavvol oyida 6 kun ro'za tutgan kishi qanday savobga erishadi? 1 yillik ro'za tutgan bilan teng bo'ladi, barobar bo'ladi. Ro'za tutganda Barobar bo'lar ekan. Ramazon oyi ro'zasini tutib, unga qo'shimcha Shavvol oyida 6 kun ro'za tutgan kishi qanday savobga erishadi? Ya'ni qanday ajr oladi? Ramazon oyida 30 kun ro'za tutsa, keyingi 6 kun Shavvol oyi mobaynida tutilgan 6 kun ro'za, yil mobaynida ro'za tutganda savobini oladi deb aytilgan hadisda. Ramazon oyi ro'zasini tutib, unga qo'shimcha Shavvol oyida 6 kun ro'za tutgan kishi qanday savobga erishadi? 1 yil ro'za tutgan savobini oladi. Savol tushunib kelgan. Mashalloh, ikkinchi savolga ham to'g'ri javob berdingiz. Ramazon oyi ro'zasini tutib, unga qo'shimcha Shavvol oyida 6 kun ro'za tutgan kishi qanday savobga erishadi? 6 kun ro'za tutgan 1 yillik ro'za savobini 1 yil ro'za tutganni savobini oladi. Hadislar bor. Demak, ikkinchi savolga ham to'g'ri javob berdi. Ramazon oyi ro'zasini tutib, unga qo'shimcha Shavvol oyida 6 kun ro'za tutgan kishi qanday savobga erishadi? Endi bu ham bir sunnat amali kiradi, ammo darajasini bilmas ekanman. Ramazon oyi ro'zasini tutib, unga qo'shimcha Shavvol oyida 6 kun ro'za tutgan kishi qanday savobga erishadi? Ramazon oyidan keyin yana 6 kun qo'shimcha Shavvol oyida tutsa, 1 yillik ro'za tutgan savobini oladi. Javobni qabul qilamiz va mashalloh ikkinchi savolga ham to'g'ri javob berdingiz. Ramazon oyi ro'zasini tutib, unga qo'shimcha Shavvol oyida 6 kun ro'za tutgan kishi qanday savobga erishadi? 1 yil to'liq ro'za tutgan savobiga ega bo'ladi. Mashalloh. Ramazon oyi ro'zasini tutib, unga qo'shimcha Shavvol oyida 6 kun ro'za tutgan kishi qanday savobga erishadi? 1 yil mobaynida tutgan ro'za savobi. 1 yil mobaynida Ramazon oyi ro'zasini tutib, unga qo'shimcha Shavvol oyida 6 kun ro'za tutgan kishi qanday savobga erishadi? 1 yillik ro'zani savobini tutgan. Demak, 1 yil ro'za tutgan savobini ajrini oladi. Ramazon oyi ro'zasini tutib, unga qo'shimcha Shavvol oyida 6 kun ro'za tutgan kishi qanday savobga erishadi? 80 yillik ro'za tutgan bo'ladi. Ancha ko'p aytasiz. Bilmadim aka. Ayting. Ramazon oyi ro'zasini tutib, unga qo'shimcha Shavvol oyida 6 kun ro'za tutgan kishi qanday savobga erishadi? Ramazondan keyin 6 kun ro'za tutgan odam, Alloh alam adashmasam 3 yillik savobnikin bir kuniga 1 yillik savob beramiz. Mana shunda 6 yillik savob bo'lamadi. Siz bilasizmi? 1 yillik savobni beradi. Yo'llash 1 yillik savobni. Ash javob. 1 yillik ro'za tutganda savobini oladi degan javobni taxmin qilib aytdingiz. Lekin nima bo'lsa ham to'g'ri javob bo'ldi. Mashalloh. Demak, ikkinchi savol. Ramazon oyi ro'zasini tutib, unga qo'shimcha Shavvol oyida 6 kun ro'za tutgan insonga, ya'ni kishiga qanday savoblar bo'ladi? Ya'ni qanday savobga erishadi? Bilasiz, yaxshi. 1 yil
Ramazon ro'zasini tutgan savobini oladi. Maşallah. 1 yil roza tutgan savobini oladi. Zo'r. Ikkinchi savolga ham yaxshi javob berdingiz. Ramazon oyi rozasini tutib, unga qo'shimcha Shavvol oyida 6 kun roza tutgan kishi qanday savobga erishadi? 1 yillik savobga ega bo'ladi. Demak, 1 yil davomida Ramazon oyida 30 kun ro'zani qoldirmasdan tutgan inson Ramazon oyidan keyin Shavvol oyida 6 kun ro'za tutsa, 1 yillik ro'za tutgan savobini oladi. Maşallah. Demak, ikkinchi savolga ham to'g'ri javob bo'ldi. Uchinchi savolimiz Oysha onamizni nechta farzandlari bo'lgan? Farzand bo'lmagan. Demak, Farzandlar bo'lmagan. demak javob farzandlari bo'lmagan. Javobni qabul qilamiz va maşallah uchinchi savolimizga ham to'g'ri javob berdingiz. Oysha onamizni nechta farzandlari bo'lgan? Mana shu to'shni bilmayman, Oysha onamizni bilmayman to'g'risi. Mayli aka, ishtirok etganingizga rahmat. Ikkita savolga yaxshi javob berdingiz. Xo'p. Oysha onamizni nechta farzandlari bo'lgan? Esimda yo'q ekan. Mayli, ishtirok etganingizga rahmat. Oysha onamizni nechta farzandlari bo'lgan? Mana yerni esimdan chiqib qoldi. Yo'qmi, siz ham? Yo'q, asl savol to'xtab qo'yamiz. Mayli, ishtirok etganingiz uchun rahmat. Rahmat. Oysha onamizni nechta farzandlari bo'lgan? O'g'il farzand, qiz farzandlarni sanab berish kerakmi? Oysha onamizni 7 ta farzandlari bo'lgan. Qabul qilsam bo'ladimi? Qabul qiladi. Demak, javobni qabul qilamiz va uzr, bu javob to'g'ri javob bo'lmadi. Ishtirokingizga rahmat. Oysha onamizni nechta farzandlari bo'lgan? Oysha onamizni farzandi bo'lmagan. Bu javob ham to'g'ri javob. Oysha onamizni nechta farzandlari bo'lgan? Oysha onamizni farzandlari bo'lmagan. Bo'lmagan bo'lishi kerak. Ha. Demak, Oysha onamizni farzandlari bo'lmagan degan javobni qabul qilamiz va maşallah uchinchi savolga ham to'g'ri javob berdingiz. Oysha onamizni nechta farzandlari bo'lgan? Farzandlari bo'lmagan. Inshaalloh. Demak, uchinchi savolga javobni qabul qilamiz va to'g'ri javob Oysha onamizni nechta farzandlari bo'lgan? Alhamdulillah, Oysha onamiz bironta ham farzandi bo'lmagan. Yashab, farzandi yo'q. Demak, uchinchi savolga berilgan javobni ham qabul qilamiz va maşallah bu savol ham to'g'ri javob. Quyidagicha Oysha onamizni nechta farzandlari bo'lgan? Oysha onamizni to'g'ri bilmayman ekan-ka. Oysha onamizning nechta farzandi borligini bilmas ekanman. Nechta ham ishtirokingiz uchun minnatdorchilik bildiramiz. Rahmat aka. Oysha onamizni nechta farzandlari bo'lgan? Oysha onamiz bo'lmagan. Farzandlari bo'lmagan. Hadicha onamiz bo'lmagan. Demak, Oysha onamiz farzandlari bo'lmagan degan javobni qabul qilamiz va bu javob to'g'ri javob edi. Oysha onamizni nechta farzandlari bo'lgan? 4 ta. Javob. Xato javob. Farzandi bo'lmagan. Demak, farzandlari bo'lmagan degan. Ko'rmagan. Demak, bu javobni qabul qilamiz va bu to'g'ri javob edi. Oysha onamizni nechta farzandlari bo'lgan? Oysha onamizni farzandlari bo'lmagan. Bo'lmagan. Qabul qilsa bo'ladimi javobni? Qabul qilamiz. Alloh, to'g'ri javob berdingiz uchinchi savolga. Oysha onamizni nechta farzandlari bo'lgan? Oysha onamizni farzandlari bo'lmagan. Bo'lmagan. Qabul qilsa bo'ladi. Demak, bu javobni qabul qilamiz va maşallah uchinchi savolimizga ham to'g'ri javob berdik. Oysha onamizni nechta farzandlari bor? Oysha onamizni 4 ta farzandi bo'lgan. Javob shu. Shu javob. Bu javobni qabul qilamiz va afsus noto'g'ri javob bo'lib qoldi. Ishtirokingiz uchun rahmat. Oysha onamizni nechta farzandlari bo'lgan? Oysha onamizni nechta farzandlari? Bittami? 4 tami? Bilmayman ekan. Farzandlari bo'lmagan. Bo'lmagan farzandlari? Bilmayman. Oxirgi savol. Masjidul Aqso qaysi davlatda joylashgan? Masjidul Aqso. Shomdami? Falastinda, Quddusda joylashgan, ha? Mayli, rahmat katta. Zo'r, keling. Ana shu ishtirokchimizga ham yaxshi javob berganligi uchun ushbu kitobni esdalik sovg'a tariqasida beramiz. Katta rahmat ishtirokingizga. Ilmingiz yana ham ziyoda bo'lsin, rahmat. Masjidul Aqso qaysi davlatda joylashgan? Falastin davlatida. Falastin davlati. Chunki to'g'ri javob berdingiz, maşallah, juda ham yaxshi. Masjidul Aqso qaysi davlatda joylashgan?
Falastinda, Quddus shahrida. Masalan, to'g'ri javob va to'liq javob bo'ldi. Masjidul Aqso qaysi davlatda joylashgan? Masjidul Aqso hozirgi kunda Falastin shahrida joylashgan. Quddus shahrida. Quddus shahrida. Demak, 4-savolga ham to'g'ri javob berdingiz va o'yinimiz g'olibi bo'ldingiz. Masjidul Aqso qaysi davlatda joylashgan? Izrailda. To'g'rimi? Yo'q. Nima? Falastinda. Falastin. Quddusda, Falastinda. Demak, savollarimiz barchasiga to'g'ri javob berdinglar va o'yinimiz g'olibiga aylanganinglar bilan sizlarni tabriklayman. Oxirgi savolimiz Masjidul Aqso qaysi davlatda joylashgan? Falastinda joylashgan. Falastinda. Demak, 4-savolga ham to'g'ri javob berib, o'yinimiz g'olibasi bo'ldingiz. Masjidul Aqso qaysi davlatda joylashgan? Hozirgi Falastin davlatida joylashgan. Falastinda joylashgan. Yerusalim. Falastinda Quddusda joylashgan. Quddusda to'g'ri bo'ladi. Demak, bu javob to'g'ri degani yetadi aslida. Demak, 4-savolimizga ham to'g'ri javob berib, o'yinimiz g'olibiga aylandingiz. Masjidul Aqso qaysi davlatda joylashgan? Falastinda. 4-savolimizga ham to'g'ri javob topib, o'yinimiz g'olibiga aylandingiz, mashaalloh. Masjidul Aqso qaysi davlatda joylashgan? Masjidul Aqso Izrailda joylashgan. Falastinda joylashgan. Falastinda, adashib ketdim. Falastinda joylashgan. Demak, 4-savolga ham to'g'ri javob berib, mana o'yinimiz g'olibiga aylandingiz. Masjidul Aqso qaysi davlatda joylashgan? Falastinda. Falastinda. Javobni qabul qilamiz va 4-savolimizga ham to'g'ri javob berib, o'yinimiz g'olibasi bo'lganingiz bilan sizni tabriklaymiz. Ko'rsatuvimiz bosh homiysi Imzo Akfa firmasi. Bismillahirrohmanirrohim. Demak, mana ilk ishtirokchimiz savollarimizning barchasiga to'g'ri javob berdilar va albatta to'g'ri javob berganingiz uchun sizga minnatdorchilik bildiramiz. Qatnashganingiz uchun ushbu kitobni sizga esdalik sovg'a tariqasida homiylarimiz tomonidan beramiz. Ilmingiz yana ham ziyoda bo'lsin, ishtirokchilarga katta rahmat. Xo'p. Demak, mana navbatdagi ishtirokchimiz ham savollarimizning barchasiga to'g'ri javob berdilar. Albatta qatnashishga rozi bo'lganingiz uchun, o'yinimiz g'olib bo'lganingizga sizga minnatdorchilik izhor etamiz, tabrik etamiz hamda ushbu kitobni homiylarimiz tomonidan sizga esdalik sovg'a tariqasida beramiz. Inshaalloh bu hadislarni o'qib yana ham ilmingiz ziyoda bo'ladi degan umiddamiz. Katta rahmat aka. Rahmat. Alloh ajrlar bersin. Rahmat aka. Mana navbatdagi ishtirokchimiz ham savollarimizning barchasiga to'g'ri javob berdi. O'yinimiz g'olibiga aylandi. Albatta ishtirokingiz uchun minnatdorchiligimizni izhor etamiz hamda homiylarimiz tomonidan ushbu kitobni sizga esdalik sovg'a tariqasida in'om etamiz, qabul qilib olasiz. Qatnashganingiz uchun yana bir karra rahmat. Yurtimizga tinchlik bo'lsin. Hammamizga Xudoyim iymonimizni baquvvat qilib, dinga xizmat qiladigan odamlardan qilsin. Demak, mana navbatdagi ishtirokchilarimiz savollarimizga to'g'ri javob berib, o'yinimiz g'olibiga aylanishdi. Homiylarimiz tomonidan ushbu kitobni, ya'ni 100 ta mukammal duo degan kitobchani sizlarga esdalik sovg'a tariqasida in'om qilamiz. Qabul qilib olasiz. Mana navbatdagi ishtirokchimiz ham savollarimizning barchasiga to'g'ri javob topa oldilar va o'yinimiz g'olibasi bo'ldi. Homiylarimiz tomonidan, ya'ni Imzo Akfa kompaniyasi tomonidan ushbu kitobni sizga esdalik sovg'a tariqasida beramiz. Ishtirok etganingiz uchun yana bir karra minnatdorchiligimizni izhor etamiz. Inshaalloh bu kitobni o'qib yana ham ilmingiz ziyoda bo'ladi degan umiddamiz. Rahmat katta qatnashganingiz uchun. Kattakon rahmat. Rahmat. Mana navbatdagi ishtirokchimiz ham savollarimiz barchasiga to'g'ri javob topa oldi va o'yinimiz g'olibiga aylandi. Homiylarimiz tomonidan ushbu kitobni sizga esdalik tariqasida in'om qilamiz. Inshaalloh ilmingiz yana ham ziyoda bo'ladi degan umiddamiz. Rahmat katta. Demak, mana navbatdagi ishtirokchilarimiz ham savollarimizga to'g'ri javob topishdi va o'yinimiz g'olibiga aylanishdi. Demak, ushbu kitobni Imzo Akfa kompaniyasi tomonidan, ya'ni homiylarimiz tomonidan sizlarga esdalik sovg'a tariqasida in'om qilamiz. Ishtirokingiz uchun katta rahmat. Juda ham yaxshi javob berdingiz. Inshaalloh ilmingiz yana ham ziyoda bo'ladi degan umiddamiz bu kitoblarni o'qib. Rahmat katta. Demak, mana navbatdagi ishtirokchimiz ham savollarimizni barchasiga to'g'ri javob berdi. Ishtirok etganingiz uchun minnatdorchilik bildiramiz avvali. Demak, ushbu kitobni homiylarimiz tomonidan sizga esdalik sovg'a tariqasida beramiz. Inshaalloh bu kitobni o'qib ilmingiz yana ham ziyoda bo'ladi. Qatnashganingiz uchun bo'lsa yana bir karra rahmat. Demak, mana navbatdagi ishtirokchimiz ham savollarimizga to'g'ri javob berdilar. O'yinimiz g'olibasi bo'lganingiz bilan sizni yana bir karra tabriklaymiz hamda homiylarimiz tomonidan ushbu kitobni sizga esdalik sovg'a tariqasida in'om qilamiz. Inshaalloh bundan ham ilmli bo'lasiz degan umiddamiz. Ya'ni bundan ham ilmingiz ziyoda bo'lsin deb bo'lishiga tilakdoshmiz. Mana qabul qilib olasiz. Rahmat katta. Rahmat.
Demak do'stlar, mana navbatdagi ko'rsatuvimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Bugungi ko'rsatuvimizda savollarimizga to'g'ri javob berib, homiylarimiz tomonidan tayyorlab qo'yilgan sovg'alarni qo'lga kiritgan ishtirokchilar soni bir talay bo'ldi. Albatta ularning hammalariga ishtirok etgani uchun minnatdorchilikni bildiramiz. Ko'rsatuvni tayyorlashda bizga yordam bergan barcha aka-ukalarimiz, ijodiy guruhimizdagi aka-ukalarimizga ham minnatdorchiligimizni izhor etamiz. Fursatdan foydalanib, homiyimiz, ya'ni bizga ko'pdan beri homiylik qilib kelayotgan Imzo Akfa kompaniyasining yetakchilariga ham o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Keyingi ko'rsatuvlarda ko'rishguncha o'zingizni ehtiyot qiling. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.